Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari va dorivozda kuzatuvchilari. Mana yana bitta Abdulaziz ustadan pechat taroq uslubidagi pechat dorivozamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Buni listli varianti ham bor, qulay varianti yasalgan. Bu pechat shtampovka variantimiz. Yasab tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ob-havoga qaramasdan qo'linga zakazlar orqasida egalariga o'z vaqtida yetkazishimiz uchun harakatdamiz. Xudo xolasa yog'ingarchilik bo'lishiga qaramasdan. Hop kimdir qo'lidan svarkish keladi-yu, lekin dorvoza yasash svarkish keladi, dorvoza yasayman deb harakat qilyapti, lekin razmerlarini qanaqa chiqarishni bilmayotgan odamlar bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin. Ayrim videolarimizga nomerlarimizni qoldirib ketganmiz. O'sha orqali aloqaga chiqsa, dorvozalarning to'shni razmerlarini o'lchab aytsa, men unga qarab pechat qilishadimi, listlar qilishadimi, unga qarab turib men maslahat berishim mumkin. Uni qo'lidan keladi, o'zi svarka qo'lidan keladi, yasa olmaydi, qanaqa yasalishini bilmaydi. Shularga bo'lsa, shunaqa odamlar bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Yasab olishlariga imkoniyat bo'lsa, yasab olishadi. Mana bu yerda ham haytik fasondagi dorvozamiz. Xudo xolasa tayyor gipga bosamiz. Bosganimizga buni ham xudo xolasa kichkina bo'lsa ham qisqa video chiqarib qo'yamiz. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimdir yo aka o'zingiz qilib bering deydigan bo'lsa, shu nomerga aloqa chiqsa, xudo xolasa qilib ham beramiz dorvozalarimizga.